Bolalikdagi o'sha Boshsiz chavandoz filmi yodingizda? Filmning qahramoni o'sha Boshsiz tana deb o'ylaydi hamma. Hatto film nomi u bilan atalgan. Ammo afsus juda kamchilik bilardiki, rejissyor hiyla ishlatgan va asl qahramonni film ichiga mohirona berkitgan. Bugungi qahramonimiz Andres Iniesta ko'rinishidan filmning bosh qahramonlari kabi savlatli va bejirim emasdir. Ammo bizni rejissyor yana aldadi. Aldaganda ham yomon aldadi. U 12 yoshda La Masiyaga kelganida juda kamgap, uyatchan, hatto tuni bilan yig'lab chiqardi. Kuni kelib Camp Nou uzra yig'ilgan muxlislar u uchun yig'lashini bilmasdi hali. Bilasizmi, Messi 2022-yilgacha nega jahon chempioni bo'la olmadi? Chunki unga Argentinada Iniesta yetishmagan. Iniestaning o'ziga Ispaniya terma jamoasida Messi kerak edi. Bir kam dunyo. Bu ikkisini tutashtirgan nuqta Barselona. Lekin bitta rolni ikkita aktyor ijro eta olmasdi. Boshsiz chavandoz roli Messiniki bo'la qolsin. Busquets nima uchun maydonda erkin o'ynardi? Chunki Iniesta unga tinmay bosh hududlar yaratardi. Xavi bilan uchburchak shaklining muhim qirrasi edi. Xuddi muz yorar kemaning oldi qismidek. Guardiola yotoqxonasida tuni bilan yig'lab chiqqanda butun umrlik ko'z yoshlarini ishlatib qo'yganmikan? Filmning eng muhim epizodini ijro etadi-yu, Oskarni boshqalar elib ketadi. O'zi shunga ko'ngan. Rejissyor tomonidan yashirilgan qahramonni topganmisiz yoki aldanganlar qatoridamisiz siz ham? Hayolingizga kelgan ilk fikr va keyingi futbolchi kim bo'lishini yozib qoldiring. Ko'rishguncha.